Barchaga salom. Bugungi videoda men tep-tekis dunyoda survival qilishga harakat qilaman. Mening maqsadim bu dunyoda 100 kun yashab qolish. Yeyishga nimadir olinglar va albatta bu videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yinglar. Sizlarni boshqa kuttirmayman. Let's go. Demak, mana biz paydo bo'ldik. Endi esa nimadir qilish kerak. Aynan shader yoqqanmiz. Chotki, unda esa biz qishloq topishimiz kerak. Qanday go, qarochi. Demak, men qishloq topib oldim. U yerdan men demak yotoqlarni olishim kerak. Juda ham chotki, ajdarni yo'q qilayotganimizda kerak bo'ladi. Men yana realistik resurs paklar ham o'tkazdim bir ikkita. Shular ham yordam beradi, chunki Minecraftni ular ham realistik qilib tashlaydi. Mayli. Unda yana bir marta yotoqlarni yig'ib chiqamiz. Shunda ajdarni yo'q qilayotganda anchagina yordam beradi ular. Demak, biz hozir mana buni ko'paytirsak yaxshi. Demak, biz endi daraxt chopishimiz kerak. Verstak yasab olib, endi esa toshli instrumentlar yasab olish kerak. Keyin men galimni yo'q qildim. Bu qishloqda endi ketaman. Yangi qishloqqa topib oldim. Shu qishloqda men mana bu mollarni, shunaqalarni yo'q qilib tashlayman. Asosiysi esa, конечно, galim. Galimni yo'q qilmasak temir ola olmaymiz. Galim juda ham kerak bo'ladi. Mayli. Keyin men yana o'z Telegram kanalimni ochdim. Kommentariyalarda men havola qoldiraman. O'sha yerda o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Yana QR kod chiqdi ekraningizga. Mayli. Unda mana bu yerga yotoqni qo'yib, mana bu slizmlarni yo'q qilib tashlaymiz. Slimelar rosa xalaq beradi bu dunyoda. Bu bilan ishlayman. Mayli. Sayohatga let's go. Yangi qishloq topishimiz kerak. Uxlab olamiz va ikkinchi kunni kutib olamiz. Bu juda ham zo'r. Endi esa bu qishloqdan biz albatta galemni yo'q qilib ketamiz va o'zimizga temir instrument va faqirlarni olamiz. Bu juda ham kerak bo'ladi hali kelajakda, tak что olib ketaveramiz. Menga hozir kamonchi kerak, chunki zumradlar ishlab olishim mumkin, cho'plarni unga sotsam. Demak, mana bu yerga qo'yaman va yo'q. Menda zumradlar yo'q. U esa cho'plar sotib olishi kerak. Mayli. Demak, men daraxtlar chopib olyapman. Kerak bo'ladi. Daraxtlardan cho'plar qilib olsam, qishloqiga sotib yuboraman. Demak, mana men uni hammasini sotib yuboryapman. Yana mana bu yerda cho'plar yotgan edi. Inventariy yetmagandan men tashlab olganim demak. Mana undan men hamma narsani sotib oldim, kerakli narsalarni. Unda men sayohatga chiqaman. Keyin yana bir ikkita resurs paklarni o'tkazdim. Mayli, slimelarni yo'q qilib tashlash kerak. Rosa xalaq beradi. Demak, men yangi qishloq topdim. Shu qishloqdan doimgidek sandiq galemlarni o'ldirib ketish kerak. Mana shu galem demak bu yoqda yo'q, qishloqlar ko'p ekan. Normalniy. Demak, agarodlarni sindirib o'zimizga yog'ochlar olamiz, eng asosiysi, va sandiqni ham olib ketamiz. Sandiq yasashgan u daraxtlar ketkazmaymiz. Uxlab olib, 3-kunni kutib oldik. Qanday baxt. Unda biz mana bu cho'plarni sotib yuboramiz kamonchiga. Shundan biz zumradlar oldik. Endi sayohatga let's go. Yangi qishloq topib oldik. Shu qishloqdan doimgidek biz galim olib ketaman desam, bitta chotki ijaga kelib qoldi. Men shu qishloqda qolmoqchiman. O'zimizga aslahalar, chotki, broniklar olgandan keyin sayohatda davom ettirsak nima bo'ladi? Olmos aslahalarda qishloqlarni 5-levelgacha kuchaytirsak, bu juda ham chotki ideya deb o'ylayman. Demak, mana bu uyga kelib narsalarimni qo'yib oldim. Shu yerda uxlab qolaman. Bu 4-kun, yaxshi. Demak, unda mana bu maxluqlarni yo'q qilib tashlaymiz. Yaxshi, barchasini yo'q qilib tashladik. Unda skeletlar, hali skeletlarni kerak bo'ladi. Mayli. Hozircha esa biz
daraxt chopib olishimiz kerak. Mana bu yerda sizlarga men tezlashtirib qanday qilib razvivatsiya qilganimni ko'rsataman. Men unda hozir огородlarni qilib oldim. Chunki men agar AFKda tursam, qishloqlar o'zlari ko'payishadi. Men hozir qishloqlar uchun bitta kichkina uycha yasab olmoqchiman. Agar resurslar ko'p bo'lganda men juda ham chiroyli uy qurib bergan bo'lardim, nimaydi. Unda men bu qishloqlarga uy qurishni davom ettiramiz. Endi esa chunki eshiklar qo'yib berish kerak. Bitta eshik emas, ikkita eshik bo'ladi. Demak, mana bu uydan avvalamiz galim turibdi ekan ichida. Nimaydi. Keyin o'ldiramiz. Hozir esa kerak emas galim. Temirimiz yetarli. Endi esa men skeletlarni o'ldiryapman. Menga skeletlarni suyagi kerak. Mana shu suyaklardan men suyakli un qilishim mumkin. Bu narsani esa men mana bunday qilib hosillar qilib olishim mumkin. Hali o'smagan urug'larni hosil qilib olishim mumkin. Men unda AFKda turaman. Men bular o'sib olishi uchun. Let's go. 1 hour later. Demak, mana bu yerda men chotki temir ferma qurib bo'ldim. Demak, bu temir ferma men internetdan ko'rdim, qanday to'g'ri qilishni, lekin ishlaydimi yo yo'q bilmadim. Agar men bu yerga zombi olib kelsa, ishlashi kerak. Ungacha esa mana galimlar yo'q qilib tashlash kerak, chunki bu galim paydo bo'lishga xalaqit beradi. Temirni olamiz. Конечно, kerak bo'ladi. Eng asosiysi bu. Unda mana bu galimni yo'q qilib tashlaymiz. Bu ham temirlar ham kerak bo'ladi. Unda mana bu yerdan biz hozir varonka qo'yib qo'yaman. Yaxshi. Va bloklar bilan yopib tashlayman. Shunda zo'r bo'ladi. Demak, mana bu yerga blok va lopatka bilan mana bunday qilsak bo'ldi. Eng zo'ri shuki. Unda hozir biz nima qilish kerak? Hosillar terib olish kerak. Unda hozircha men bu stollarni boshqa joyga qo'yib qo'ymoqchiman. Demak, mana bu stol bu yoqqa va mana bularni bu yoqqa. Qishloqlar ko'payganda o'ziga ish oladi. Mayli. Unda hozir hosillarni terib olaman. Aytganimdek kerak bo'ladi. Unda mana bu va mana bularni kech qolyapti. Hozir mayli. Hozir unda biz uxlashga boramiz. Olib qo'yish kerak, конечно. Mana bu yerda demak biz uxlab olamiz. Yotoqlar yetmay qolyapti, nimaydi. Endi esa mana bu kartoshkalarni yig'ib olamiz. Keraklicha. Shunda bizga anchagina paytga yetadi. Mana bu yerda va mana bu yerda ham ekib olish kerak. Yaxshi. Juda ham zo'r derdim. Unda biz hammasini terib bo'lsak, nimadir qilishimiz kerak. Ammo biz hali terib bo'lmadik, to'g'rimi? To'g'ri. Unda men mana bunday devor qilyapman qishloqlar uchun. Chiqib ketmasligi uchun mana bittasi уже qochib ketdi. Nimaydi hozir. O yaxshi. Bunisi ham chiqib ketdi. Mayli. Endi esa men bu galimni yo'q qilib tashlash kerak. O'zimizga temir olamiz. Anchagina ko'p temir kerak bo'ladi. Hali lopatka bilan uraman. Ikkinchi galimni ham yo'q qilib tashlash kerak bo'ladi. Aytganimdek, temirni. Unda men yana AFKda turaman. O'sib olish uchun va temir ko'p bo'lish uchun. 1 hour later. Demak, mana menga doimgidek skeletlar o'ldirish kerak, chunki men suyakli un kerak bo'ladi. Yana zombini mana bu yerga olib kelish kerak. Yaxshi. Bu yerga qo'yib qo'ysak, o'tmay tursa yaxshi bo'lardi. Skeletni mayli. Endi esa uxlab olish kerak. Mana uxlab ham oldik. Endi esa mana bu bloklar boshqa joyga ko'chiryapman. Hatto galimlar mana bu yerda paydo bo'lib, yoqqa 1 hour later. Men temir fermani chotki qildim. Juda ham zo'r. Endi esa ishlashi kerak. Men internetda qaradim. Agar ishlamasa bilmam. Men mana bu yerda AFKda turganda creeper yonimga kelib portlatib yubordi. U yaxshi, asosida o'ldirib qo'ymadi. Mayli. Darajalarni yo'qotardim shunda.
Shu hammasini endi tiklash kerakmi? Tiklam kelmayapti. Shundan anchagina ko'p vaqt ketkazdim. Unda hozir daraja fermasini qurmoqchiman. Chunki kerak bo'ladi. Bitta ham jon ketmadi. Yaxshi bloklar oldik endi. Demak, unda mana bu yerda daraja fermani qurishni boshlaymiz. Mana bu yerda koordinatlarni eslab qolamiz va men sayohatga chiqaman. Undan oldin esa bir ikkita kerakli narsalarni olib kerak. Demak, unda ovqat anchagina ko'p kerak bo'ladi. Demak, men kerak narsa oldim. Endi esa sayohatga chiqamiz. Aslahalar yasab olaman. Temir galimlarni o'ldirganda temir tushadi. Shu temirlardan mana. Endi esa uxlab olamiz. Unda yangi qishloq izlaymiz. Qanda, let's go. One hour later. Men aylanib yurganimda mana bu narsa sodir bo'ldi. O'zinglar ko'ringlar. Demak, hozir nima bu? Oh my endi qallami? Qanday bu? Vashiku. Demak, hozir tepaga chiqib olsak yaxshi bo'ladi. Shunda shunday narsalar gapirdim men. Men tepaga chiqib oldim va yonda qishloq ham bor edi. Tepaga chiqib olib, men uxlab oldim. Chunki kech tushgan edi. Yangi kun bo'lganda men qog'ozlarni oldim kutubxonadan va bir ikkita keraksiz narsalarni oldim. Keyin men eng asosiysi xonasiga bormoqchi edim va o'sha yerga men bordim. Richfield ma'lum sandiqni ochmoqchi edim. Ichida unchalik zo'r narsa bor emas ekan. Unda men ikkinchi kutubxonaga bormoqchi edim va o'sha yerga bordim. Men asosiy portal bor xonaga ham kelib bo'ldim. Shu portal bor xonada men lavalar topdim. Shu lava orqali men Netherga borib, o'zimga Blaze tayoqchalarni va Ender marvaridlar olib, portalni aktivatsiya qilib, srazi Ender dunyoga borishim mumkin edi. Men mana bu yerga .spawn degan narsani qo'yib qo'ydim va kerak narsalarni qo'yib qo'ydim. Keyin men portal qurishni boshladim. Portal qurish unchalik ham qiyin bo'lmadi, chunki men portal qurishni o'zim ham bilaman. Internetdan ko'rganman. Eng asosiysi xato qilib boshqa joyga qo'yib qo'ymaslik edi. Ammo men bu narsani bemalol qila oldim. Demak, mana bu yerga suv qo'yamiz va eng asosiysi mana bunda qo'yib qo'yish kerak. Mana bu yerdan lavalarni olib, hech qo'yib qo'ymaslik kerak edi. Eng asosiysi men portal qurib bo'ldim. Endi esa yonishini kutdim. Anchagina vaqtim ketdi, ammo eng oxiri portal yondi. Endi esa Netherga borib qizil qalla topish kerak edi va endermenlarni o'ldirish. Yana bir ikkita temirlarni men yoqib qo'ydim va Netherga otlandim. Zo'r joyda paydo bo'laman deb o'ylab. Va men Netherga keldim. Zo'r joy demayman-u, lekin yaxshi joy edi. Shu joydan men Ender marvaridlarni farm qilsam bo'lar edi. Aynan shu yerda men o'zimga bloklar oldim va endermenlarni yo'q qilishni boshladim. 3 ta ender marvarid bor bo'ldi. Bu yomon emas. Unda yana bir ikkita endermenlarni o'ldirsak bo'ldi
Let's go. Mana men 6 ta ender marvarid bor. Endi esa portalni topish kerak. Oddiy dunyoga kerak bo'ladi bu. Yo'q, uzoqda ekanmiz. Dedimda men va portalni topib oldim yonxo'roqqa. Va mana shu yerda kelib qandaydir bug'lar bo'lib, mana bu yer negadir ko'rinmas bo'lib qoldi. Men tushunmadim bu nimadanligini. 1 hour later. 1 soat o'tgandan keyin tushundim. Bu resurs pak tufayli ekan. Bu resurs pakni o'chirib qo'ydim va men o'zimga qalqon va yangi bolta yasab oldim. Oddiy dunyoga qaytib, eskisi esa sinib qolay degan edi va yomg'ir bo'lgan ekan. Men srazi uxlamoqchi edim va nazarga keldim. Shu yerda men doimgidek narsalar olib ketishim kerak edi. Blaze tayoqchalarni va ender marvaridlarni. Shulardan men blok qilib olib, men qizil qallani topib oldim. Endi esa qizil qal'aning yoniga bordim. O'zimga narsalar qurib va bloklar olib oldim. Kerak bo'ladi kelajakda. Hali judayam deb o'yladim. Keyin men qizil qal'aning yoniga kelib oldim. Blaze tayoqchalarini topishim uchun blaze'lar spawneri kerak bo'ladi. Ammo umuman mob bo'lmadi bu Fortress'da. Men tushunmadim nega qizil qal'ada bitta ham yo'q deb. Ammo 1 soatlardan keyin endi spawn bo'lishni boshladi. Men bu yerda anchagina AFK'da turdim, paydo bo'lishlari uchun moblar. Va men blaze powderni topib oldim. Ustini yopib tashladim. Ular uchib ketmasligi uchun. Bu juda ham kerak bo'lar edi. O'tlar ketgandan keyin pastdagi polni sindirib tashladim. Endi esa ko'p spawn bo'lish kerak blaze'lar. Endi esa blaze'lar paydo bo'lishini anchagina vaqt kutdim. Juda ham ko'p vaqt kutdim va oxiri oqibat men keraklicha yig'ib oldim va oddiy olamga qaytishga tayyor edim. Shundan keyin men qandaydir bug'ga bilib qoldim. Portal yarim yashil bo'lib qolgan ekan. Tushunmaganligini mayli deb men bu endermanni o'ldirishim kerak edi. Chunki ender marvaridlar yetarlicha emas edi. Mayli. Unda enderman marvaridlarni men yig'ib oldim. Oddiy dunyoga qaytdim va menga 1-2 ta resurslar kerak edi. Men o'sha qishloqdan men oldim. Unda men o'zimga yana narsalar yig'ib olaman kerak bo'ladi endrajlarni yo'q qilish uchun va men endi dunyodaman. Men unda endermanlarni o'ldirib qirmalarni oldim. Sizlarga esa men montaj ko'rsataman. Va men endrajlarni yo'q qildim. Barcha darajalarni oldim, chunki bu kerak bo'lar edi. Endi esa eng asosiysi ender shaharni topib olish kerak. Aynan o'sha yerda o'zimizga 50 litralar olsak bo'ladi. Unda mana bu intlarda bloklar qo'yamiz, qaytganda tushib ketmaslik uchun. Bloklar ham tugay deb qolibdi. Mayli. Biz dunyo bo'yicha sayohat qilib yursak, albatta ender qal'ani topishimiz mumkin. Ya'ni ender shaharni topamiz degan umiddaman. Demak, let's go. Demak, o'lib qolmayman deb o'ylamayman. Yo'lda bloklar o'shini kam qolyapti. Graviyasi вообще kerak emas. Почти mana bu yerda demak bloklar olib quramiz. Endi esa mana ana orolga borishimiz kerak. Ana o'sha yerda shahar bor deb o'ylayman. Qizil End shahri. Demak, mana bu yerda 1-2 ta bloklarni olamiz. Hop. Endi esa otib ko'ramiz, yetib bora olamiz yo yo'qmi, bilmam qanday. Demak, mana bu yerda
Anchagina joy zapis bo'lmay qolibdi. Uzr. No, mayli deb o'ylayman. Короче, men endi narsalar yo'q bo'ldim. Mana shunday resurslar oldim. 2 ta oltin olma va shunday narsalar. Keyin, demak, biz hozir End shahriga borishimiz kerak. Men hali End shahriga bormadim. Qaytadan razvivatsiya qildim. Unda, demak, hozircha ovqatlar yeb olamiz. Otlanamiz End shahriga. Mana men kelib bo'ldim. Demak, shu yerdan 50 litrashdan narsalar olib ketsak bo'ldi. Water drop qilamiz. Mana buni qo'yib tashlaymiz, ignore qilib. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerdan biz demak narsalar olamiz. 50 litralarni olib ketamiz. Eng asosiysi. Keyin oddiy dunyoga qaytib qolib. Kстати, mana bu 4 bu qotimi. Bu aslida 44 bo'lish kerak edi. Ko'ryapsizlar deb o'ylayman. Men internetda izlandim, men unaqa bo'ldi. Bu aslida agar Minecraft reska yopilgan bo'lsa, shunaqa bo'ladigan. O'sha kuni to'kuch qoldi va to'kuchgandan zapis ham bo'lmay qolibdi. Mayli. 1 hour later. Demak, hozir eng birinchi qishloqqa bo'ldim va chutki aslahalardan bu. Demak, yaxshi, mana bu aslahalar qo'llash kerak. Endi esa uxlab olamiz. Faqat 5-kun keldi, juda ham chutki. Unda hozir biz onga chiqib o'zimiz chiqolargan bo'lsa yaxshi. Demak, mana bu yerga chiqib, mana bu galyam tepaga chiqibdi, shuni ham yo'q qilishimiz kerak. Bak, mashina ham hozir yo'q qilib tashladim. Va yo'q. Yaxshi narsani yo'qtab. Yurakchalarni yo'q qilib tashlayapti. Menda 3, ya'ni qalqonlik, 3 protection. 3 menda kerak. Unda men nakovalni ham yasab oldim. Shuni ham bu yoqqa qo'yib qo'yaman va aslahalarimni birlashtiraman. Shunda chotki juda ham zo'r aslahalar bo'ladi. Balki protection turam bo'lib qolar. Mayli. Unda hozircha men fermani kattalashtiraman. Men bu yerga sabzi ekaman. Shunda yanada ko'p hosillar bo'ladi va qishloqlar ko'payadi. Unda esa galenni tashlash kerak. Yaxshi. O'lib tashladik. Endi esa men kerak bu qishloqdan ketaman. Bo'lmayapti bu qishloq. Yo-mayo, ataga bir 100 ta blokda mana bunday qishloq va mana bu bor ekan. Qanday baxtli. Shu narsani nima ko'rmabman ekan. Agar shu yerga kelganda o'sha topib qolgan bo'lardim. Mayli. Kimda bo'lmaydi deysizlar. Buncha narsaga mayli, mana bu qishloqda biz endi tunab qoldik. Endi tepaga ko'tarilamiz. O'zimizga kutubxonadan qog'oz narsalar olamiz kerak bo'ladi. Demak, mana endi esa xonaga boraman. Mana bu portal bor xonaga, shu yerdan bir ikkita lavalar olib kelsak yaxshi bo'ladi. Yaxshi. 2 marta o'tdik. Mayli, unda pastga tushamiz hozir. Hozir qurib qalqon bo'lmaganda men waterdan qulolardim. Unda men mana bu yerdan mana bu kafedrani olaman va mana bu qishloqni men pachinka sotishini qilaman. Juda ham ko'p vaqt bo'ladi deb o'ylayman. Unda let's go. 1 hour later. Endi esa daraxtlar ekib chiqish kerak. Shu narsalar bilan men hozir shug'ullandim. Va endi mana bu yerdan men bir ikkita kitoblar oldim. Endi qalladan. Unda hozir kitoblar bor va men mana bu yerda qishloqlar ko'payishlari uchun bir ikkita joy yasayman. Axir kerak bo'ladi-ku. Shundaymi? Hamma ko'p bo'lganda ko'p ishlar bera olaman va skidkalar qilib pachinka shunaqa narsalar olishim mumkin. Unda biz 100-kungacha Nether aslahalarda bo'lamiz deb o'ylayman. Hozircha esa uxlab olamiz. Yaxshi, uxlab ham oldik. Turib, ko'chatlar hali o'smabdi, mayli. Unda bizga qilich bor ekan, uni hali birlashtiramiz, lekin daraja yetmayapti. Unda biz temir ferma quramiz. Unda let's go.
Mana bu yerda demak eng oxirgi qishloqni olib kelib olsak yaxshi bo'ladi. Shu qishloqni olib kelib olsak, temir fermamiz ishlaydi. Уже shutki bo'ladi demak mana men olib kelib bo'ldim. Endi esa mana bu yo'q qilib tashlaymiz. Bo'ldim. Unda bu yoqdan chiqib ketsak, zombini olib kelib qo'ysak, ishlab ketadi. Zo'r. Unda mana bu narsalarni yo'q qilib tashlash kerak. Bu hozircha kerak emas, так что sindirib tashlaymiz, xalaq berish mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Unda выживаниeni, survivalni davom ettiramiz. Demak, mana bu yerda bundoq qilsak, mana bundoq qilsak, ferma, qishloqlar fermasi ishlab ketishi kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Mana bu yerda yama, suv to'kamiz shu yerga. Yaxshi, mana bu yerda teshikcha qilib qo'yamiz. Demak, mayli qishloqlar o'zi qaytaga ekib qo'yishadi. Hozir esa menga ovqat kerak bo'ladi. Menda hozir ovqat muammosi bor, yetmay qoldi. Yaxshi. Yaxshi, zo'r. Ovqatlar endi ozgincha paytga bo'lsa ham yetishi kerak. Endi mol bor ekan, shuni ham yo'qlaman. Unda demak, короче, mayli zombini yo'qolib tashlashim kerak. Yaxshilarni qilib tashladi, xolos. Unda mana bu qishloqni, yangi qishloqni olib keldim. Endi esa mana bu skeletlarni yo'q qilib tashladim. Menga hozir yangi zombi kerak. Zombi brat. Hayvonlar kerakli paytda yo'qda hayvonlar, lekin keraksiz paytda juda ham ko'p. Mayli. Shuncha payt men zapis qilmagan ekanman u qishloqda, men yangi qishloqqa yana ko'chib o'tdim. U qishloq umuman bo'lmadi, yangi barcha qishloqlari yarimlab ko'pini yo'q qilib tashladi. Yaxshi. Yangi qishloqqa ko'chib o'tganim juda ham zo'r bo'ldi. Unda mana bu yerdan men ko'chat olishim kerak, mana bu narsalarni olishim kerak. Kamonchiga sotib yuboraman. Bu ham anchagina kerak bo'ladi. Mayli. Endi esa kamonchiga sotib yubordim bir ikkitalarni. Endi esa asosiysi uy quraman. Shotki uy qurish niyatim bor. Chiroyli. Resurslar unchalik ham yetmaydi, juda ham chiroyli uy qurish uchun. Ammo yetgancha qilaman, qo'limdan kelgancha. Mayli. Bunday fundament degan narsalarni qilib chiqaman. Mana bu yerdan ham qo'yib chiqaman. Endi esa daraxtlar chopib chiqish kerak, yetmay qolyapti. Mayli, daraxtlar hozir chopib olaman. Shunda yetish kerak daraxt. Men bu uy qurishim uchun mana bu suyak uni orqali bir ikkita daraxtlarni o'stirib chiqqan. Yo'q. Вообще ko'payib ketdi ko'chatlardan. 3 2 1 oxir ko'chatni ham ekdim. Mana bundan yana daraxtlar chop olamiz. Anchagina kam ketmaydi. Teshib qo'ygandim-ku. Mayli, kimda bo'lmaydi deysizlar. Bunda qo'yib chiqaman, birinchi tepaga chiqishga. Hop. Mana bu yerda balkon qilmoqchiman. Demak, mana bu yerda tom bo'lsa, mana shu yerda balkon bo'ladi. Chiroyligina. Bu yer demak, va chiroyli uycha bo'lib chiqyapti. Mana tom bo'lsa, bu yerdan ham tom qilib qo'yaman. Unda hozir endi esa mana bu yerdagi tomini qilib chiqamiz. Shundagina zo'r bo'ladi demak. Mana endi esa menga zinapoya kerak. Ya'ni mana bu orqali biz tomini qilib chiqamiz. Chiroyli chiqadi deb o'ylayman, tak men bilmadim. Demak, endi esa oynalar qilib chiqamiz. Oyna bo'larkan joylarga yetmay qoldi. Mayli, hozir biz unda uxlab olamiz. Kech tushib qolyapti va daraxtlarni chop olamiz hozir. Uxlab chiqdik. Demak, mana bu yerda oynalar bor va menda shoukoy kasanga bor. U orqali biz albatta oynalarni olishimiz kerak. Creeper. Mayli. Mana bu yerda unda tepaga zinapoya qilamiz. Endi yopib qo'yamiz. Hop. Shu qish qo'yishi yoqmaydi. Sizlarga ham kommentariyalarda yozib qoldiringlar agar sizlarga ham yoqmasa. Menda masalan
umuman yoqmaydi qish qo'yilganda. Okey, oppa va bo'ldi почти. Unda mana bu yerda hop и mana bu qish qilgan. Oppa mana qo'yib tashlaymiz endi mana bu yerda и mana bu yerda qo'yib chiqsak va endi esa mana bunday zaborlar olamiz и mana bularni ham qo'yib chiqamiz tushib ketmasligi uchun. Endi esa shulqiy kasani qo'shish kerak boltaga и короче keyin oynalar olib kelib mana bu yerga qo'yamiz oynali panellarni. Unda bir ikkita narsa yasab olmoqchi edim. Yo'q, eshik yasab olish kerak. Eshikka qo'yib olamiz. Endi keyin bunda qo'yib olamiz. Endi esa mana bu yerda men shulqiy kasani topib oldim mana. Endi esa boltaga birlashtiramiz. Bu juda ham cho'tki bo'ladi va uyimizda oynalar bo'ladi. Unda qo'shib oldik. Endi esa mana bu yerdagi oynalarni yig'ib olamiz. Bir ikkita oynalarni yana bu yerda yig'ib olamiz va boshqa uylardan ham. Endi esa uyimizga qo'yib chiqamiz. Zo'r. Barcha oynalarni qo'yib bo'ldik. Yana ortib ham qoldi. Unda mayli. Endi esa qaytib mana bu kichkina uyga hamma narsamizni mana bu katta uyga ko'chiramiz. Yana men o'zimga ferma qurmoqchiman, darajalar fermasini. Faqat bu safar 2 etajli bo'lishi kerak. Mayli. Unda mana bu ovqatni olamiz va mana bunday cho'tki lapatkam bor ekan, o'zim ham bilmabman, sandiqda yotgan ekan. Endi shaharga borgan olgan ekanman. Endi esa mana bu yerlarni yig'ib olamiz. Chunki ferma uchun juda ham ko'p bloklar kerak bo'ladi. Tez yig'ib olamiz degan umiddaman. Короче, demak mana keraklicha bloklar oldim. Endi esa qurishni boshlasak ham bo'ladi. Demak, 22 blok tepaga ko'ryapsizlar qancha ko'p yer. Demak, yer bloki. Yana bunda прочность, effektivность 5 juda ham cho'tki charalar bor. Eng zo'r lapatka, faqat bilmasdan sindirib qo'yish kerak emas. Unda effektivniy bo'ladi degan umiddaman. Endi esa mana qurib tashlaymiz. Unda men obunachilar mana bu yerda AFKda turaman. Mana bu ko'ryapsizlar 27. Endi mana shu 27 30 bo'lguncha AFKda turaman. Let's go. Va obunachilar men AFKdan chiqdi. Endi esa ko'ramiz. O'ting unchalik ham zo'r emas, ammo bo'ladi. Chunki o'zingizlar tushunyapsizlar deb o'ylayman. Hozir kunduz kuni agar tun bo'lganda yanada zo'r bo'lar deb o'ylayman. Hozir men unda o'zimga mana bu feerverk degan narsalarni oldim, salyutlari yasab. Endi esa shu narsani olamiz va uchish uchun kerak bo'ladi. Hozir men mana bu portal qurdim. Hali bir yoqmaymiz. To'g'ri, lekin shu yerda turadi. Mana bu eski qishloqqa qaytib kelyapman, chunki menga lava kerak. Aynan mana shu yerdan lavani olib ketsam bo'ladi. Mana bu eski temir fermadan, lekin bu temir ferma ishlamagan. O'sha joylar zapis qilinmay qolgan. Mayli, videoga olmagan demoqchi ham. Hozir men temir ferma quraman. Mana shu temir ferma zo'r temir olib kelish kerak, chunki internetda ko'rdim, 1 soatda 300 stak olib kelyapti ekan. Kunduz kuni kechqurun yanada ko'p bo'lar ekan. Bilmadim bu qanchalik rost. Unda tepaga chiqib olamiz. Qishloqlar joni ketib qolyapti-yu. Bo'lib turadi. Bloklar yetsa bo'ldi, tepaga olib chiqgunimcha. Короче, yetadi degan umiddaman. Так что tepaga bemalol olib chiqib turaveraman. Mana bloklar qish qo'yilayotgan bir xilda asabga tegadi. Так что mana bu yerda bloklar sindiramiz. Demak, tuproq bu yerda kerak bo'lmaydi. O'zim tushib ketdimmi? Mayli. Mana men qishloqlarni hozir ustidan yopib tashlayman.
Men hozir lavani olsam-da, mana bu yerdan endi chiqib ketamiz. Zo'r. Unda water dropping yo'q, water drop qila olmadik. Endi esa mana bu yerga hoppa qilib qo'ysak va lava qo'ysak bo'ldi. Ikkita suv bo'ldi. Keyin ferma ishlaydi. Ura degandek. Unda mana bu yerga suv tushib ketdimi? Kimda bo'lmayapsizlar. Unda mana bu yerga zombi olib kelaman. Va barchangiz bilsangiz kerak, shundagina temir ferma ishlaydi. Unda mana bu yerga qo'ysak bo'ldi. Temir ferma ishlab ketdi. Unda mana bu yerda lopatka yasab olamiz yangi. Mana bunday qilib bu короче tropinkadan chiqamiz. Yaxshi. Endi atashi bor. Men qayerdaman endi? Qaytishim endi juda ham uzoqda. Короче. 1 hour later. Nihoyat men qaytib bo'ldim. Ko'p narsalarim yonib ketdi. Afsuski, bilmayman nima qilaman. Olmos aslahalarim bir ikkita eng zo'r nagrudnik. Pachinka bor edi. Zashituch bor edi. Shu ham yo'q tashlab mayli. Unda biz mana qilich. Ota olmos qilich esa yonib ketdi lavada. Yo-mayo, vashku. Mayli. Unda biz hozir Afrikada turamiz. 50-kun, 40-kun bo'lmaguncha. Let's go. Demak, Afrikadan chiqib bo'ldik. Water drop yaxshi 2 marta water drop qila oldik. Endi esa ko'rmoqchiman qancha looting degan narsalar qilyapman. Boshida men bitta qishloqlar ko'paygan joy qilmoqchi edim. Ammo o'sha yerda men bemalol ko'payishim mumkin. Mana shu slime'lar xalaq beradi. Bilmayman sizlarga xalaq beradi yo yo'q, lekin men yoqmaydi slime'lar. Ammo endi esa qishloqlar ko'paygan joy qilyapman. Mana shu yerda ular ko'payishadi. Men lishning kerak bloklar qo'yib tashlayman. Unda mana bu yerda ekinlar ekib chiqaman. Shunda Afrikada turganda temir fermasi ishlaydi, daraja ferma qishloqlar fermasi. Afrikada turganda qishloqlar ko'p bo'ladi, temir ko'p bo'ladi, resurslar. Unda mana bu yerda sindiramiz blokka, mana bunday qilib hammasini qilib chiqamiz. Fermani men qilib tashladim. Chotki, короче, yana bir blokka balandlashtirdim. Endi esa 100% ishlaydi. Unda men hozir nima qilaman? Uxlash kerak, chunki kech tushyapti. Mayli, demak. Mana endi esa ikkita qishloqni olib kelyapman. Mana shu fermaga shundagina ular ko'payishadi. Ko'p qishloqlar bo'lib, o'zimga ko'p ishlar olaman. Masalan, aslahalar sotargan qishloqqa olish mumkin. Shunda ko'p olmosli aslahalarni tiklab olaman. Bu juda ham zo'r. Yana 100-kun почти bo'ldi. Shuni ham e'tiborga olish kerak. Unda mana qishloqlarni ham olib kelib bo'ldi. Demak, men bu yerda uchib ketib, menga mana bu torch kerak bo'ladi. O'zbek tilida bilmayman, lekin bu ingliz tilida torch deyiladi. Demak, mana bu fermani yoritamiz. Zombilar spawn bo'lib qolmasligi uchun. Endi esa hammasini suyakli un bilan hosillarga aylantirib chiqamiz. Chotki bo'lib chiqadi. Endi esa mana bu yerda men darajalar farm qilib, shu farm qilgandan keyin shu narsalarni, yuzilgan narsalarni qaytadan tiklayman. Shunda masalan lopatka pashlisim qolay dedi. Uni tuzatish kerak. Inventarda turibdi, birinchisi, ikkinchisi o'tdi. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu ip bergan yo'q, anchagina ko'p darajalar lekin yig'ilyapti. 1 minutda 5 ta daraja. Umuman yomon emas, balki zo'r ham dedi. Unda 45-kun, 50-kungacha men Afrikada turaman. Короче, let's go. Afrikada chiqdim. Moblarim spawn'i juda ko'payib ketibdi. Mana даже 46-kun, 50-kungacha Afrikada tura olmadim. Короче, o'zinglar tushundinglar deb. Endi esa qishloqqa mana bu chirigan go'shtlarni sotib yuboraman. Juda ham chotkim. Unda men buni yana sotib yuboraman qishloqqa. Bo'lmay qoldi. Mayli. Demak, men
sotarkan nima? Aynan shu payt mana bu sodir bo'ldi. Demak, hozir men narsalar yo'q. Umuman yo'q. Demak, bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, bu videoga albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchiga ham bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men bo'ldim Sarvar, doimgidek va barchaga xayr.